Men Farhod Furqatov, Deepen korxonasining asoschisiman. Birinchi savol. Startap g'oyasini tanlashda siz uchun eng muhim mezon qaysi? Startap g'oyani tanlashda menga eng muhim mezonlardan bittasi bu bozori pain pointini bilish kerak. Painni qanaqadir bozorda muammoni yecha olamizmi yo'qmi? Va o'sha muammoni yechishga jamoada ekspertiz bormi? Menga shunga birinchisi. $750,000 investitsiya olish uchun nimalarga e'tibor berish kerak? 750 ming investitsiyani olish uchun bu yerda u birinchi etaplardan bittasi bo'ladi. Bu yerda bir nechta faktorlar bo'ladi. Bu sizning tractioningiz, qanaqa aytaylik rezultatlarga bir vaqt jarayonida erishganingiz, jamoangiz va o'sha erishayotgan natijalaringiz qanchalik yana keyinchaligiga borishini bu muhim ko'rsatib berish. Uchinchi savol. O'z tajribangizda yaxshi g'oya edi, lekin ishlamadi degan holat bo'lganmi? Sababi nimada edi? Juda ham ko'p bunaqa holatlar bo'lgan. Bitta misollardan o'zimdan o'tganligini aytsak, OneFit bilan biz Londonga chiqqan, bo'lmasa ishlayotgan produkt O'zbekistonda juda ham zo'r rezultatlarni ko'rsatdik. Londonga chiqqanimizda bozorni bilardik, o'rgandik, raqamlar bo'yicha to'g'ri kelyapti, lekin etga chiqqanda odamlarni aytaylik abonement xarid qilish kulturasi boshqacha bo'lgani uchun etga o'xshamadi va Londonda qanaqadir produktni bitta break evenga chiqib, bitta bosqichga olib chiqish uchun juda ham katta pul kerak edi. O'zbekistonga nisbatan 10 barobar ko'p pul ishlatishga to'g'ri kelayotgani uchun OneFit Londonda yurmadi. To'rtinchi savol. Dastlabki bosqichda to'g'ri jamoa yig'ish uchun nimalarga e'tibor qaratish kerak? Men o'zimni misolimda aytadigan bo'lsam, birinchi bo'lib bir xilda fikrlaydigan jamoani yig'ishingiz kerak. Aytaylik startapda ko'pincha aytaman, hard skill bo'lishi kerak, lekin founding teamda soft skill ham juda ham muhim va o'sha jamoani founderlari aytaylik North Star goali bir xil bo'lishi kerak, qadriyatlari bir xil bo'lishi kerak. Chunki har xil qiyinchilikdan o'tiladi. Shuning uchun founding teamni qurayotganda ham bu yerda nafaqatgina hard skilllar bir-biriga to'g'ri kelishini va boshqa aytaylik soft skill tomonidan keyin kelajakda bir xil nuqtaga birgalikda yetib borishi goali bir xil bo'lishi kerak. Beshinchi savol. Texnik bo'lmagan founder bo'lsa, startapni muvaffaqiyatli qurish qanchalik real? Texnik bo'lmagan, o'zi mening fikrim bo'yicha faqat texnik founder bilan bitta startapni qurish qiyin. To'g'ri, hozirgi kunda texnik founderlar ham chiqyapti. Bu juda ham rivojlanayotgan temalardan bittasi. Lekin texnik bo'lmagan founder ham jamoada bo'lish kerak. Agar texnik bo'lmagan founder aytaylik bitta zo'r g'oyasi bor, qanaqadir yechimni ko'rmoqchi, o'shanda oldiga qanaqadir bitta co-founderi texnik tomondan kuchli bo'lgan odamni topish kerak. Chunki baribir aytaylik men outsource olasizmi programmirование qilishga, baribir texnik tomondan tajribasi bor bitta founder bilan birga match qilib birgalikda qurgani yaxshi, lekin aytaylik texnik bo'lmagan founderning nima zo'r joyi bo'ladiki, u g'oyani sotishni biladi, bozorni muammosini yaxshi tushunib, o'sha produktni ham olib chiqishga qanaqadir ishtiyoqi boshqacha bo'ladi. Oltinchi savol. Jamoada motivatsiya tushib ketgan paytda siz qanday yo'l tutasiz? Startapdachi motivatsiya har kuni tushib ketadi. Aytaylik bitta yechim yo'q. Har xil tomonlama, birinchidan aytaylik jamoani o'rganish kerak. Har bitta odam bir xil emasda, bir xilda hammaga motivatsiya bera olmaysiz. Men nima qilaman? O'zi ko'pincha jamoamni o'rganishga harakat qilaman. Ular nima yoqadi, nimalar aytishini, har xil motivatsiyada tushganda endi aytaylik har bitta startapning o'ziga yarasha instrumentlari bor. Kimdir ovqat olib kelishi mumkin, kimdir chiqib aytaylik jamoaviy futbol o'ynashi mumkin, parkka borib yugurishi mumkin. O'shani ham endi bir xilda yura olmaysiz. Har xil qo'shimcha narsalar berishingiz kerak. Keyin men nima yaxshi ko'raman qilishni, aytaylik birdaniga soat aytaylik 3-4 larda sal-pal energiya tushib ketayotgan bo'lsa, motivatsiya tushayotgan bo'lsa, ishni to'xtatgan holda qanaqadir yaxshi mavzuda 10-15 minut gaplashishi, ozgina motivatsiya berishi, startaplar o'tgan qiyinchiliklari bo'yicha qanaqadir primerlarni intizomlab ko'rsatish kerak. O'shanda ozgina ishdan chalg'igan holda bitta g'oyaga nimaga ishlayotganligini, qayerga ketayotganligini ko'rsatib berish kerak. Keyin juda ham muhimki, komandadagi har bitta odam, aytaylik o'sha programmist bo'ladimi, sotuv ofisi bo'ladimi, marketing bo'ladimi, aytaylik buxgaltergacha nima g'oyaga ishlayotganligini bilish kerak. Men hamma programmistlarga ham aytaman, sizlar programmist emaslar, faqat kod yozadigan odam emaslar. Sizlar produkt qurayotgan odamlar, sizlar kimnidir muammosini yechayotgan odam sifatida buni qaranglar deb tushuntiraman. 7-chi savol. MVP yaratishda startaplar eng ko'p qiladigan xatolar qaysilar? Bitta xatolardan bittasi research yaxshi qilishmaydi. Research qilib, bozorni tadqiqot qilib, kazdev qilishmaydi. Endi aytaylik ko'pchilik, men bu
muammoni bilaman yoki aytaylik juda ham ko'p eshitadigan mani xolamni tog'amni klinikasi bor, ularga man bitta tizim yasab berishim kerak, o'shandan startap qilaman deganlar ko'p bor. Lekin o'sha bitta sabablardan birisi bozorni yaxshi o'rganishmaydi va aytaylik agar programmist tomonidan yondashadigan bo'lsa, MVP qurayotganda juda ham ichkariga chuqur kirib ketib, ko'p vaqtni programma tuzishga, kodga vaqt ajratib qo'yishadiki, bozorga bu produkt kerak emasligini o'rganmagan holda. 8-savol. Mukammal mahsulot kutishmi yoki tezroq bozorga chiqish? Qaysi birini tanlaysiz? Tezroq bozorga chiqish. Chunki aytaylik produkt market fit degan narsa bor. Bu yasayotgan produktingiz o'zi bozorga kerak emasligini, bunga mijozlaringiz pul to'laydimi yo'qmi aniqlash juda ham tez kerak. Chunki ko'p primerlar ham bor. Pivot qilganingiz yaxshiroqki bitta narsani ustida ko'p ishlagandan ko'ra. Men o'zimni misolimda ham fitness bozorini yaxshi bilganman deb o'ylaganman, lekin aytaylik birinchi produktimizni qilayotganda 4-5 oydan keyin birinchi mijozga borib juda ham kichkina summada pul olganimni o'sha katta keyingi etapga motivatsiya beradi. Men bozorni bilaman deb sezaman. O'shaning uchun juda ham muhimki produktni tez yasab уже aytaylik sizni mijozlaringizni qo'liga berish, ulardan keyingi feedbackni olib, mana shu yozayotgan mahsulotingizga pul berishga tayyor emasligini tez bilganingiz yaxshi. 9-savol. Data driven yondashuvni kichik startaplar qanday joriy qilishi mumkin? Bu juda ham oson. Birinchi o'rinda datani collect qilish kerak, chunki bizda shunaqa narsa borki, ko'pincha datani ignore qilamiz, kasdev qilmaymiz. O'sha data yig'masdan ham o'zimiz assumption bilan ishlaymiz. Juda ham muhimki o'sha mijozlar bilan gaplashish, yon atrofdan so'roq qilish va o'sha olingan datalarni tahlil qilib, keyingi etapga bu nima kerakligini bilish kerak. Qaysi funksiya yasalayotganingizda nima kerakligini sразу anaqa data orqali bilib ketishingiz kerak. 10-savol. Qachon investitsiya olish kerak, qachon esa bootstrap afzal? O'zi qanchalik uzoq bootstrap borsangiz, shunchalik yaxshi, chunki siz qanaqadir qiymatingizni, startapingizni qiymatingizni kattaroq qila olasiz. O'sha bitta etapga olib kelib, aytaylik уже bozorni bildingiz, siz bunga uverennisiz, keyin aytaylik qanaqadir traction olib ketishmi, investitsiya olish kerak. Endi buni aytaylik yosh startaplarga qachon qanaqa qilishini bilish qiyin. O'shaning uchun mentorlar kerak, advisorlar kerak. Chunki aytaylik bir xilda borki, ko'p eshitganman, startaplarga investitsiya olmagan holda sekin yurib, ulardan investitsiya tortib oshib ketgan startaplar ham bo'lganda. O'shaning uchun bu holda tajribali mutaxassislar bilan gaplashib, o'sha qaysi paytda qanaqadir yasalmagan produktiga investitsiya tortib, tezroq o'sha keyingi etapga olib chiqishi, qurilishini ta'minlaydigan bo'lsa, o'shanda investitsiya olgan yaxshi bo'ladi. 11-savol. Investorlar startapdan birinchi navbatda nimani ko'rishni xohlashadi? Birinchi navbatda o'zi unda researchda ham Telegram kanalida ko'rsatdi, jamoa deb o'ylayman, chunki jamoaga ishonsa bo'ladimi. Eng особенно aytaylik boshidagi yangi startaplarga jamoa juda ham muhim. Chunki hozirgi kunda masalan bitta g'oyani oladigan bo'lsak, O'zbekistonning o'zida 10 ta jamoa o'sha g'oyani ustida ishlayotgan bo'lishi mumkin-da. Lekin qaysi jamoa o'sha startapni uzoqroqqa olib chiqishga yoki keyingi etapga olib chiqishga yoki realniy produktga aylantirishga kuch yetishini qarashadi. Keyin to'g'ri o'sha produktni o'zini qarashadi, u qanaqadir muammoni hal qilayotganligini qarashadi, lekin early stagesda jamoa juda ham muhim deb o'ylayman. 12-savol. Daromad yo'q paytda o'sishni qanday o'lchash mumkin? Daromad yo'q paytda user base qanchalik sizni userlaringiz ko'payayotganligini, ular sizni produktingizni qancha ishlatayotganligini ko'rsa bo'ladi. Chunki agar siz aytaylik daromad olmasdan ham qanaqadir free versionimi yoki freemium versiyasini olib adaptabilityni o'rgangan holda siz mijozlar sonini, userlar sonini ko'paytirayotgan bo'lsangiz, bu o'zi yaxshi bitta pokazatellardan bittasi bo'ladi. 13-savol. Agar hozir noldan startap boshlaganingizda nimani boshqacha qilgan bo'lardingiz? Noldan boshlaganimdami? Aytaylik, juda ham ko'p xatolar qilganman, to'g'risi. Jamoaga ko'proq vaqt ajratgan bo'lardim. Aytaylik, o'sha founding teamni olib, keyingi etapdagi olayotgan jamoada ularni nimaga o'sha jamoaga kelib ishlamoqchi bo'lganligini vaqtini sal sekin olgan bo'lardim. Chunki oldingi startaplarida boshida shoshilib ham bizga odam kerak ekan deb turnover ko'payib ketgan paytlar ham bo'lgan. O'shaning uchun aytaylik, founding teamdan tashqari o'sha jamoani kengaytirayotganda shoshilmagan bo'lardim. 14-savol. Startup founder uchun eng muhim ko'nikma, skilllar qaysilar? Meni fikrim bo'yicha
disiplina bo'lish kerak, hard working bo'lish kerak. Keyin qanaqa muammoga duch kelganda ham oxirigacha bora oladigan bo'lish kerak. Chunki startap bu oson narsa emas. Men ko'pchilik aytaman, ana urushga borishga tayyor bo'lish kerak-da. Chunki bu juda ham ko'p pastli balandli bo'ladi, uyqusiz kechalar bo'ladi. Bunga chidamli bo'lish kerak va mehnat qilishga tayyor bo'lish kerak. Ishtiyoq bo'lish kerak, to'g'ri, motivatsiya bo'lish kerak, to'g'ri, lekin motivatsiya o'ladigan paytlar bo'ladi. O'shanda sizga disiplina yordam beradi. 15-savol. Umuman startapga oid bo'lmagan mahsulotlar, masalan, siz Ironmansiz. Shu mashg'ulotlar startap qurish uchun qanchalik foydali? Ironmanni o'zi foydasiz deb bo'lmaydi, chunki menga kelganda Ironman bu shunaqa sportki, bu bardoshlik. Katta vaqt paytda qiynalib nimagadir erishish. Chunki bitta Ironman o'tishi ham distansiyasini bilasizlar, o'zi 4 kilometr katta suvda suzib, 180 kilometr velosipedda, keyin 42 kilometr yugurish уже oson narsa emas, lekin unga yetib borguncha juda ham katta trenirovkalardan o'tasiz, juda ham katta disiplina bo'ladi. Bu har kuni bitta vaqtida turib, trenirovkalaringizni bitta joyga qo'yib, ishingizni kontrol qilib, qanaqadir sizni intizomga olib keladi. Xuddi shu qo'llanmalar meni startaplarimda qurayotgan bizneslarda intizomli ko'nikmalarim juda ham menga yordam beradi. One Fitni O'zbekistonga olib kirgan Deepen Startup asoschisi hamda 5 karra Ironman sohibi Farhod Furqatov sizlar bilan o'z kun tartibini bo'lishmoqchi. Kun tartibini Uzkombinator Telegram kanalimizga joyladik. Uni olish uchun opisiyaniyadagi havolasiga bosing. Uzkombinator haqidagi barcha yangiliklardan xabardor bo'lish uchun ijtimoiy tarmoqlarimizga obuna bo'ling.